Başka civa tamashanın için. Anan biyak bolsa hanak baskan usulü fiqh. Biyak bunu yarım biyak to'g'ri. Barda kitoblar alhamdulillah bor. Usul fiqh hanak. Ana qolgani 3 masqatni usul fiqh hanak deyiladi. Anan kelgandan keyin bu yerda muvaffaqat, ahkam, ana hikmat, ana biyak fatva. Qozilik bo'yicha keladi, hikmat bor, shunday keladi. Bu yoqda bo'lsa, nima aqida bo'lsa, azizlarning barakatda, ularga qattiq berish kerak. Azizga jami chiqqan kitoblar, misol uchun shularning masalalari bor, misol uchun bu yoqda kattalar degan Librabiya degan misol uchun aziz misol uchun janobi Al-Harbul Hadiya yumshoq so'qish degan so'zda. Azizga yumshoq so'qish bo'lyapti. Aziz bizni qiynayapti, janoda kun chiqarib axir qani yo'q so'qishda. Shuni nimasi qara Amerikani boshqanisi bizga qarab to'g'ri qanday so'qish. Biz bu o'qishga ta'lim biz emal ketamiz-da, bunday bir hafta ketamiz.